Özçin Yemeklik Teraqqiyot Çeklik Şirketi tajdorligidagi Ana hikoyasi programmasi. Ko'ngli bilan hammani tutqan, uylarni ham guldek tutqan. Men shu vaqtda nayt yaxshi bo'pti, undaq deb bir muncha gaplarni qilaman, lekin ba'zan vaqtida bu gaplarim intoy yolg'onda. Chunki men tamoqni Beyjingga bardik, o aletlarda bunu boynu tutuşup qalgan, kuyeb, koltuqları tutuşup qalgan, ağızları tutuşup qalgan. Bular qo'shmoq bo'lgan ekan. Bir-birisidan ayrılib qolmasa deb. Qaynapam doktorxon davomliqli yozsa, o'zimni qarayman. Menni qarayman, demak vallahi sizlar qarmanglarmi o'zim. Ana üstüge ilimiga ben o kaç kısım tölep bulamayım bunu. Uyimiz pakis bo'lsa hisobimiz, pillinpay, oylik qo'roqlarimiz mı pakis bo'lish kerak deb men mehnat qilmay, sahar turib shu xizmatlarni qilib yetaman. Ana bo'lish oldida tug'an, ana bo'lmoqchi bo'layotgan xonim qizlarimizningki mushundaq bir